Bir tajriba o'tkazildi. Ikkita idish turibdi. Biri plastik idish, biri esa temirdan yasalgan idish. Harorat bir xil, suv bir xil. Arilar faqat temir idishdagi suvdan suv ichishadi. Plastik idishdagi suvga yaqin ham kelishmaydi. Bu oddiy manzara aslida chuqur bir haqiqatni eslatadi. Odamni chiroyli shakl, rang va reklama bilan aldash mumkin, ammo tabiatni hech qachon alday olmaysiz. Hayvonlar instinkt bilan his qiladi. Plastik buyumlar, ayniqsa bir martalik idishlar uzoq yillar davomida tabiatda parchalanmaydi. Plastik buyumlarning jiddiy muammolarga sabab bo'lishini yana bir bor eslatib o'tsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Plastik mikrozarralar yomg'ir, shamol va daryo oqimlari orqali butun ekotizimga tarqaladi. Natijada suv va tuproq ifloslanadi. Baliqlar, qushlar va yovvoyi hayvonlar plastikni oziq deb o'ylab yutadi va bu ularning ichki a'zolariga zarar yetkazadi. Qisqa qilib aytganda, plastik hayvonlar uchun o'lim manbai. Mikroplastiklar ichimlik suvi, tuz, havo, inson qoni, hatto ona sutida ham aniqlanmoqda. Ular organizmga kirib, gormon tizimini buzadi, allergiya va boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Inson salomatligiga xavf tug'diradi. Plastik chiqindilar yoqilganda toksik gazlar ajraladi va global isishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Plastik inson qulayligi uchun yaratilgan, ammo tabiat uchun eng katta xavf manbai. U nafaqat atrof muhitni, balki inson salomatligini ham sekin zaharlaydi. Hayvonlar esa bu xavfni bizdan avval his qiladi. Ular tabiiy, sof manbani tanlaydi.